Bismillahirrohmanirrohim. Shaytonning yana kiradigan darvozalardan bittasi, to'rtinchisi bu kiyim-kechak, asbob anjom va uy joyida zebu ziynatlarga o'ta ruju qo'yish. Bir xilga odamlar bo'ladi azizlar. Ba'zi narsalarga o'ta ruju qo'yib boradi. Kiyimi har qancha bo'lsa yana kiyim olgan, uylarga, ziynatlarga, hamma narsaga hozirgi til bilan aytsak modasiga qarab, hamma yo'g'i joyida tursa ham u bugun boshqacha minib yurgan mashinasini ertaga o'zgartirish kerak. Uyini ertaga shiftini boshqacha qilish kerak, hamma yo'g'ini boshqacha qilish kerak. Bu azizlar aslida shaytonning darvozasi. Ochib qo'ygandan keyin shayton bizni faqat shunaqa narsa bilan ovora qilib qo'yadi. Aslida shukr qilmoq kerak. Alloh bergan qancha ne'mati bo'lsa, mana shunga shukr qilib yashamoqlik kerak va bu ham shaytonning darvozasi ekan. 5-chi shaytonning darvozasidan yana bittasi odamlardan ta'magir bo'lish. Alloh saqlasin. Chunki qalbga ta'magirlik g'olib bo'lib kirib qolsa, shayton unga tinimsiz ravishda kimdan ta'ma qilayotgan bo'lsa, o'shani oldida unga turli riyo va hiyla naranglar bilan chiroyli ko'rsatadi. Agar birortasiga ta'ma qilib qo'ygan bo'lsangiz, haligi odamni maqtovga o'tib qolamiz. U odamni maqtaveramiz, u odamni ko'nglini olishlikka harakat qilamiz, chunki mana shu odamdan biz ta'ma qilib qoldik. Shu odam orqali go'yoki biz rizqlanyapmiz. Razzoq bo'lgan Allohni unutamiz. Alloh o'zi bizni kechirsin. Demak, ta'magirlikdan ham saqlanmoqlik kerak. Haqiqiy ta'mani, haqiqiy orzu qilishimiz kerak bo'lgan rizqimizni Robbimiz berishligini doimo yodimizda tutmoqligimiz kerak. Shaytonning darvozalaridan yana bittasi shashqaloqlik. Azizlar, bir narsaga shashilishlik ham shaytonning ishi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam as-sabru minalloh val ajalatu minash shayton deganlar. Bayhaqiydan bo'lgan rivoyatda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan keltirgan hadisda at-ta'anni minalloh val ajalatu minash shayton deganlar. Ya'ni shoshmaslik Allohdandir, shoshqaloqlik shaytondandir. Demak, shoshilishlik bu shaytonning ishi azizlar. Biror bir hukm qabul qilishlikda doim shayton bizni shoshiltiradi. Avtoulovda ketayotganimizda ham shoshiltiradi, biror bir ishlarda ham shoshiltiradi. Yo'q azizlar, yaxshisi shoshilishligimiz kerak emas. Chunki shoshildikmi, shaytonga darvozasini ochamiz. Biz darhol to'xtashligimiz va Alloh azza va jalladan sabr, qanoatga o'tmoqligimiz kerak bo'ladi. Shaytonning bizga kirib qolish darvozalaridan bittasi baxillik va kambag'allikdan qo'rqish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlarni baxil bo'lishlikdan qaytarganlar. Balki inson saxovatli, xayri ihson qiladigan bo'lish kerak. Sufyon rahmatullohi alayhi aytadilarki, shaytonni kambag'allikdan qo'rqitishda kuchli silohi yo'q, quroli yo'q. Agar banda o'shani undan qabul qilsa, botilga o'zini uradi, haqni man qiladi, havodan gapiradi va Robbi haqida yomon gumonda bo'ladi degan ekanlar. Alloh saqlasin. Kambag'allikdan qo'rqmaslik kerak azizlar. Alloh azza va jalla Razzoq bizga har xil yo'l bilan imtihon qiladi. Kambag'allik ham imtihon, boylik ham imtihon. Shaytonga ochadigan darvozalardan bittasi firqa va toifalarga mutaassiblik bo'lish. Faqat meniki to'g'ri deb olish. Mutaassibona yondashib oladi. Hamma butun xalq ketayotgan yo'ldan ajrab tafriqaga, mutaassiblikka o'tib olishlik ham shaytonning ichiga kirishlikka darvoza ochib berar ekan. Natijada u o'zidan boshqa hammani xato qiladigan, o'zidan boshqa hamma gunohkor, faqat bu to'g'ri yo'lda deb hech kimda ilmiy gapini ham, boshqani ham olmaydigan mutaassiblikka aylanib, mana shuni orqasidan Alloh saqlasin, katta-katta xatolarga yo'l qo'yadi. Yana bitta shaytonning darvozasi ilmsiz holda Alloh taoloning zoti va sifati haqida tafakkur qilish. O'zi ilmi yo'q, lekin Allohning sifati, zoti haqida gapiradi. Mana bu narsadan saqlanish kerak. Ilmsiz odam azizlar umuman din haqida diniy tortishuvlarni qilmaslik kerak. Bu shaytonga darvoza ochish bo'ladi. Natijada shayton uni ichiga kiradi va butun olimlarga nisbatan to'g'ri yo'lda yurgan hamma ulamolarga qarshi urushtirishga olib boradi. Shuning uchun ham ilmsiz holda hech qachon tortishmaslik kerak. Va yana bittasi musulmonlar haqida yomon gumonda bo'lish. Bu ham shaytonning darvozasi. Bir musulmonga nisbatan yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Doimo yaxshi gumonda bo'lish kerak. Chunki Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda "Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan chetda bo'linglar, chunki ba'zi gumonlar gunohdir" dedi Alloh taolo. Bir kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'chada Sofiya onamiz bilan qorong'ida e'tikofda chiqib turgan holatlarda birga turuvdilar. Ikkita odam o'tib ketayotdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom qorong'ida o'zini jufti halollari Sofiya onamiz bilan turibdilar. "Ey, shoshmanglar,
bu Safiya binti Huyay dedilar. Shunda haligilar subhanalloh ya Allohning rasuli deyishdi. Ya'ni sizga nisbatan bizda yomon guvoh bo'larmidi deyodilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga qarab, shayton insonni qon yurar joyda yuradi. Men qalblaringizda shayton biror narsa solib gumonga olib kelib qo'yishlikdan qo'rqdim degan ekanlar. Insonda agar bir mo'minga nisbatan yomon gumon paydo bo'lsa, u shayton uchun o'zini qalbini ochib beribdi. Shunday ekan azizlar, shaytonda darvozasini berkitaylik. Shaytonning yomonligidan panoh so'raylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.